qorin dam bo'lishidan bir kun yoki 2 kunda qutulmoqchimisiz? Juda ham oson yo'li bor uy sharoitida. Chiroyli qilib tushuntirib beraman. Saqlanib qilsangiz video kerak bo'lib qoladi. Ertalab zavtrikdan keyin qorningiz to'q bo'ladi-ku, ana shu vaqtda zanjabil bor mana. Zanjabilni bir parragini bir qoshiq toza asalni bir stakan dog' suvga solib aralashtirib zanjabil choy iching. Xo'pmi? Obedda yana obed qilasiz-ku. Obed qilib bo'lganingizdan keyin avval shvitni urug'ini damlab iching. Choy ichasiz-ku baribir obedda, to'g'rimi? Shvitni urug'ini damlab ichasiz, keyin bitta yoki ikkita bananni yeb oling. Xo'p deng. Keyin kechqurun ujin vaqtida moychechak olib kelib qo'ying. Moychechakni tayyor paketli nimalari sotadi aptekalarda, choylari. Moychechakli choy bersangiz beradi. Ana shuni kechqurun to'q qoringa moychechakli choyda